Hürmetli vatandaşlarım, biz sizlerle ilgili sözlep kelip atadımız. Şu noktada bir noktada sizler isimlerine selip koyaylı ki. Mesela Prezident Trump efendi Cungo bilen birleşip Çavuşan meselesi hal kılıçta soğudu uruşu kılıçını toxtattı. Yaka kılmayman dedi. Şundaklı Cungo'nu punlu kontrol kılgıç devlet katarı kirgizmeymen dedi. Bunun sebepleri neme? Şundakla Amerika Koşmuş Ştatları bilen Cungo nimiş hamkarlaşıp Çavuşan meselesi hal kılmakçı oldu. Mesela Cungo niçin Amerika Koşmuş Ştatları bilen hamkarlaşıp Çavuşan meselesi hal kılmakçı oldu. Bu Cungo'nun meydanı özgerdi mi? Cungo'nun meydanı özgürlüğü sebep bulup atkan meseleler zaten nime? Nurgun meselelerini qatardı belki iqtisat meselesini buluş mümkün. Şuna bu iqtisattan qandaq mesele ekanligidan vatandaşlarımız bir kelime sözleyimiz. 300 milyar dollar çoğunqurluqdaki partlatqış dura. Amerika Cungo birleşip peltige ot yakamdı. Mavzuluq maqal 4. ayının 13. günü Cungo'ga nazar torbiyetide ilan kılıngan edi. Bu maqalının aptori Rosun. Maqalı mındaq başlanğan. Amerika Cungo söhbetini soğudunu tempinlaştırış en mühim mavzuğa aylandı. Yer şahardaki hemme kişi biledi ki Prezident Trump hal kılış tegişlik bu mesele Reis Xi Jinping'nin sözlerinden qaraganda iki taraf hal kılışının çaresini izlep tapqandek durdu. Bu mesele bek eğir mesele ama sallıq məlumatqa asaslanganda eğir mesele ama sallıq məlumat qarganda kişiler andın bileleydi. Amerika Savdo Ministerliğinin sallıq məlumatıga asaslanganda ötken yılı Amerika Cungo savdosu 300 milyar 450 milyon dolar ta'tir fark çıktı. Berde 0,6,9 privat hesabı da hesaplaganda sundurulsa 200 milyar 394 milyon 300 min Amerika dolar buldu. Doları buludum. Cungo Statik İdaresi'nin sallıq məlumatıga asaslanganda 2015 yılı Cungo'da emgek gücünün umumi sanı 9 milyon 109 min 600 per kişi buludu. Mesela bu emgek gücü zavutlarla qartılgan emgek gücü olsa gerek. 2016 yılı bu san özgermigen. 2016 yılı Cungo'da GDP'nin yoki milli daromadning umumiy miqdori 74 trilyon 400 milyar yuan bo'ldi. Har bir emgak kuchining o'tir hisob bilan ishlab chiqargan mahsulotining qimmati 81.672 yuan bo'lgan. 300 milyar 470 milyon dollarlik ta'tir balansi nimaga vakillik qiladi? 29 milyon 310 ming odamning ish kuniga vakillik qiladi. 300 milyar 470 milyon dollarlık ta'tir balansı nimaga vakillik qiladi? 29 milyon 310 ming odamning ish kuni puristiga vakillik qiladi. Bu albatta 2% umumiy ish kuni ko'payganga barobardir. Şehir bazarla nüfusu bilen hesaplaganda bu sandan texmi yuqori bo'ladi. Demek 50 milyondan 60 milyongacha şehir bazar halkının hayotiga tahdid paydo qiladigan bir sandır. Bu ta'tir farq 300 milyar 400 milyar degan bilan unda oddiy farq emas ekan vatandoshim. Bu yerda hozir bu Jungoda 50 milyondan 60 milyongacha şehir bazar halkının hayotiga munosabatli ishdir. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari pulni kontrol qilguvchi davlat qatorida Jungodan eksport qilingan yoki Amerikaga import qilingan tovarlar 45% atrofida bajariladigan bo'lsa, Jungoning eksport qilig'inda odatda tovar mallar, ya'ni ko'z chiqqanda masalan oila saymallari, kiyim-kechak, spiga ko'mboqonoq degandek tutganda bundaq mal buyumlarning o'rniga ya'ni shundaq mal buyumlarni tap qilib oladi. Masalan, bu narsani Jungodan kirgizmasang, boshqa davlatlarda import qilishing mumkin deydi. Tap qilib olganlikdan Jungo Amerika bozoridan ayrilib qoladi. Shahar va bozorlarda ishsizlik shiddat bilan o'rlaydi. Pul kontrol qilguvchi savdo urushi boshlansa, Amerika Jungo Amerika bozoridan ayrilib qoldi. Shuning bilan nima bo'ldi? Ishsizlik shiddat bilan o'rlaydi. Shaharlarda, bozorlarda milyonlagan ishsiz kishilar Leonpon proletarlarga aylanib, ko'chalarda yag'aylab
lagaylab yurganda, onun üstüge bulanın işidiki az bir kısım kişiler bankadan qarz elip öy algan bolsa, mesela öy qullarga aylanıp qalgan bolsa, aqbat shundoq bo'ladi ki, jamiyatning davolg'ish kaskinlashidi. Bankaning buzuq hisoboti ko'paydi. Xalq pulining ayrı-ishlash qimmati normasidan intayin zo'r chataq chiqadi. Yana bir chora bo'lsa, Amerikaga eksport qilgan mollar moliyadan pul qo'shib berishni ko'paytirish, bu orqali Amerikaning bozor normasini qo'g'dab qilish. Amerika bozorlarining normasini qo'g'dab qilish. Jungo uchun qo'g'dab qilish. O'tgan yili Amerika eksport qilgan tovar mollarning umumiy pul miqdori 460 milliard 380 million dollar bo'ldi. 45%lik hesap bilan hesaplaganda moliya 200 milliard dollarlik yangi ko'paygan pulni chiqim qila oladi degan gap. O'tgan yil qizil raqam 3.8% ga yetdi. Ikki turni qo'shganda bizga pirvot kerak emas deb jakarlashga majbur bo'ladi Jungo. Bu albatta bor kuchini ish qilib saqlanishga tegishli oqibatdir. Mesela intayin eğer şoňlaşqa Reis Xi Jinping'nin bu qatam Amerikaga ziyorat kelishdan nurg'un kishilar asan çağlap çoğ davlatning obrazini oshkorlaydigan vaqt keldi. Çoğ davlat obrazini tiklemoqchi deyishdi. Amaliyotda bundoq emas edi. Reis Xi Jinping'nin bu qatam Amerikaga ziyorat kelishining vazni intayin eg'ir bir ish edi. Çünkü bunun keyindik işler milyonlagan ailenin hayatı, mamati ve privat meselesi berip çetilattı. Hal kılıdığın çağrı var mı? Ya, bardak kılıdı. Jungo bu yıl 2. ayda Amerika'dan 808 bin baril yenik may import kıldı. 1. ayga seliştiğinde 3% aştı. Növbette iki taraf qabul qila oladigan Amerika Jungo o'tirisiga ta'sir farqini azaytadigan usulni izlab topdi. Masalan, Amerikadan elib kirgan yenik may bilan iki taraf o'tirisi ta'sir balansini azaytadigan yo'lni topdi dedi. Har bir qurol yaroqlar, yuqori texnik mahsulotlar Amerika albatta bu davlat bundaq mahsulotlarni Jungoga eksport qilmaydi. Yezilik mahsulotlar Amerika Jungo o'tirisi doimiy bo'lib turadigan savdo buyum hisoblanadi. Yezgilik mahsulotlar eksport qilish keyinch taqim ko'payishi mumkin. Amerikaning Jungoga po'lat temiri eksport qilishdan ojizi yo'q, chunki bundaq material Jungoning bozorida to'shib yetibdi. Jungoda bundaq tovarlar dövülüp yetibdi. Amerika Jungo o'tirisi ta'sir farqini azaytadigan ikkinchi usul bor. Uning biri elektronlik mahsulot turlari. Masalan, buning uchun Amerikaning mashinasozligi, mashinalari Jungoga eksport qilish, motosiklet qatorliqlarni, tovarlarni, mahsulotlarni Jungoga eksport qilish. Buning uchun bojni kamaytirishni talab qilish. Ikkinchi, bahoda qimmatli mahsulotlar, xom nefrat buning markazida turadi. Xom neftni Amerikadan Jungoga eksport qilish, qo'shimcha yezilik mahsulot buning hammasi degidak 300 milliard dollarlik asta o'ttirg'i chiqadigan ta'sir farqni dunyoning vaziyatini o'ng ta'sir qiladigan ta'sir farqni chunqurliq yo'shirilgan portlash piltisini deyishga bo'ladi. Ta'sir farq odatdagi so'z emas. Bu chunqurliq yo'shilgan portlash piltisi deyishga bo'ladi. Dunyoning iqtisodiy vaziyatini, shundaqla dunyoning geopolitikalik, siyosiy vaziyatini o'zgartiradigan bu pilta hozir Amerika bilan Jungo o'tirib turibdi. Ya'ni savdodagi ta'sir balans, ta'sir farq masalasi. Shunga mushundaq ahvolda Reis Xi Jinping oldirab dinab Amerikaga kelib, Prezident Trump bilan uchrashdi, do'st bo'ldi. Hamkorlashib Çavuşan meselesini hal qilishga majbur bo'ldi. Bizning bu so'zlayotganlarimiz balki millionlagan sabablarning ichidagi bir sababdir. Shunga nemishqa bundaq Jungo Amerika bilan hamkorlashib Çavuşan meselesi hal qilmoqchi bo'lib qoldi degan masalaga javob bo'lsin uchun vatandoshlarimiz buni so'zlab berdi.